Hozir Dalxoq shahridagi hukumat binosining ichida Xitoylarniki Chag'an bayrami o'rdash o'tgan ishida biz kechida namoyish qilyapmiz va ichimda bir kirab qayda kirdim. Kirsam mana Uyg'urlarning usuldoq kiyimlarini kiydirib, mana bolalarni saniga chiqib deyapti. Mana do'konlarimni tutib olib, bular haqida bir uchirganlar bilan paranglashmoqdim-da. Paranglasam bular deydi, bular biz usulimiz, Şinjanlıqlar so'ylab qo'yildi deb e'lon qilindi soat 3 deydi. Soat 3ga men bularga hozir video qilaman. Mana Uyg'urlarni kiyimlarini kiydirib, men Xitoylarga Uyg'urlar bular baxtli deb biz uni nima qilmoq istayapmiz. Bu yerda hozir bular yetkazib qilyapti. Mana soat 3da boshlaydi ekan.